Biz bir toqqa chiqmaylik ekan, biz bir baxtli yashamaylik ekan. Yaxshiyam 100% hayotimizni ko'rsatmaymanman. Bo'lsa bir videolarimdan 20-30%ni qo'yaman. Meni ham ustimdan yozib berishibdi. Xudojon, meni ham ustimdan yozasizlarmi? Yana eng qizig'i, uyimizga xat kelganda ma'muriy javobgar shaxs deb kelibdi mani. Men hali hech qayerga bormagan bo'lsam, tushuntirish xati hech kimga bermagan bo'lsam, qanday qilib meni bo'ynimga ayb qo'yasizlar? O'zi menmanmi o'sha siz ayblayotgan odam? Ba'zi qonun xodimlarini ham tekshirtirish kerak. Ustidan tekshiruv ochish kerak menimcha. Nima dedinglar? Meni majbur qilishyapti bir narsalar qilishga. Bo'lmasam tinchgina yashab yuribman, lekin meni qo'yishmayapti-da.